Nov shahar Sovetskiy eski milisaxonani orqasida joylashgan yangi domlardan 3 xonali, 115 metr kvadratli 3 xonali uy ijaraga beriladi. Xonadonga kirganda, proxoshka qismi mana katta kengish. O'ng tomonga yursak, bu yerda birinchi bu hojatxonasi. Xo'p, uni yonida bu tomonda oshxona, bu dush qismi. Xonadonda mana bu xonasida faqat gilam to'shalmagan. Shu xonasi bilan 3 xonali bo'ldi. Faqat gilam to'shalmagan. Bu yerda dush, bu yerda oshxonasi. Oshxonaga gaz plita yo'q. Sharoiti mana shunday qilib qo'yilgan. Aristoni bor, обогреватель bor. Xonadon tepli pol, ya'ni issiq pol qilingan. Bemalol sovuq kunlarda ham bir ko'ylakda yursa bo'ladi bemalol. Xo'p, keyingi xonamiz, keyingi mehmonxona. Bu yerda avvalgi eski konditsionerdan qo'yilgan bu xonasida televizor qo'yish uchun joyi bor. Bo'sh xonadon. Xo'p, keyingi katta xonamiz bu mehmonxona. Bu yerda konditsioneri bor. Xo'p, kichkina mebelchasi. Mana bunday kiyim qo'yish uchun yana bir kichkina mebeli bor. Xo'p, televizori bor, ishlaydi. Notoqda qo'yilgan. Xo'p, oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Odam yashagan uy hech qanday suvidan yoki gazidan muammo emas. Isitish tizimi ham mavjud. Telefon raqamlari qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin oluvchilar bo'lsa.